Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz bilan Husan Quronboyev. Hurmatli obunachilar, haftaning oxirgi kuni 2025-yil 15-iyunni Xorazm mashina bozorindagi Captiva avtomobillarining narx-navolarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Albatta, videomizga like bosib qo'yinglar. Shu orqali qilib turgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Bo'lmasam boshladik. 2018-yilda ishlab chiqarilgan metanmi, propanmi bu? Metan pokoleniya qo'yilgan 204 motor. Qancha yurgan bu? 65.000 kilometr yurgan. Kraska toza. Motor xodovoy taraflama, rastot yo'q aqay. Полный shumka. Tonirovkalar, chala vaqt bu tonirovka. 10 oy bu. Necha so'm bunun bahasi? 270 milyon. Haqiqiy 4'ün o'zi endi bu. 120'lik bu. 4 tane. Gelişib, savdolashib, oshnab tushirishga harakat qilamiz. Albatta, bizani shu bilan qo'llab-quvvatlab tursanizlar, shiqqa bir bosinglar. 1000-2000 bo'lsa, sizlarga iltimos. Prosmotr bor, lekin like kam. 270 milyon, ha? Bir an versen siz bana kaçarsınız. İçeye veresiz mi? 230'lar bütün mü bu? He? Neçe kilometre yutturdu? Polny zapravka. 200'den ziyade yürüydü, 210-220. Aşı 120'lik polny olsa, 220 yürüydü. 130 bin somluk gaz alıp. Neçeye biterdi bu? 250'ler bütün mü? 250'lerden az gene az sefer çekti. Neçeye sonra tuttular bizi? Hem soramadılar, adam yoktu. Ha, birinci pazara çıkışan. Telefon numarayı aytın. 97'lik. 97'lik. 528. 528 40 07. 4007. Radnoy Absolut. Neçki variantlar var endi bu? Nalishka bo'lsa. Nalishka kreditga chiqadi keyin. Kredit. Shunda pul kerakmi aqsilari? Naqd yoki kredit bo'lsa ham bo'laveradi. Hurmatli obunachilarimiz, kredit olganda shoshilmasdan, manbani qarab, ko'rpaga qarab, oyoq uzating degan gapni inobatga olib, kredit mashina vaqtida qiynalib qolmang. Shtobi bu 3 yilga chiqadi. Oylik to'lov ko'p bo'lib, ertaga to'lanmay, mashinani bankka topshirib, yana yo'q yerdan o'rtada qarz bu qamanglar deyman. Ko'p hozir kreditga mashina olib, cho'lashib birgalab, shundan biza so'rab o'tib ketishimiz kerak. Olmasa sizlar xafa bo'lib qolasanlar uchun so'ramadim variantlarni. Shuning uchun kreditga mashina vaqtida shoshilmasdan manbani o'lchab olinglar. Bu mendan maslahat. Kiming Rossiyada deporti yoki zapreti bo'lsa, bu narsani tekshirib beramiz, yil ochib ham beramiz. Bilasizlar, ko'pdan reklama etib Kime bizning xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Moskvadagi yuristlarimiz tekshirib ochib beradi o'rtoqlar. Telegramdan yozinglar, sizlarga nechta statya qo'yilgan tashab bersangiz aytamiz. Ochib olammi yoki yo'q. Agar statyalaringizni bilmasangiz, pasportlaringizni tashlashingiz kerak bo'ladi. Keyin o'rtoqlar, ara-arada biz natijalarni Bek Aviauz Telegram kanalimizga qo'yib boramiz. Kimkini olsa bo'ladi yoki yo'q. Ko'rib olsangizlar ham bo'laveradi o'rtoqlar. Deporti bor joylarimizga bu videoni tashlab qo'yishni unutmanglar. Aviachiptalar kerak bo'lsa ham chiqaverasizlar. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Bamsh Captiva 4'ning o'zi balonlari toza emasdan u bo'ladi. Shumka yo'q. Kraska bormi? Nelarida kraska bor? 157 ming yurgan ekan. Ha? Kapot kril. Chason mana puli? 210 milyon so'm. 200 'ye bitami? Ya bundan ham qaytib berasizmi? Bundan qaytib bo'lmaydi. Benzindanmi bu? Metan bor. Necha kilometr yurib turibdi? Полный zapravka. 250. 3 tane qo'yilgan, 4 tane. Ha, 130 ekan unda bu. Shunda joylashgan xullas ko'tarib bermang. Ha, Danlida 280 Neçik variantlar var sizde? Tolkanak mı? Nerede maşina bu? Bagatlı maşina. Numarayı aytın. 94 789 66 64. 66 64. 66 64 akay.
Bagatlı maşina. Ходовой motor taraflama расход yok mu? Белый жемчуг sveti. Motor ходовой taraflama расход yok. Bu 12-yil Captiva 2. Neçani yurgan? 190 mingni yurgan. Bag'asi ichasan bana? 65likdan 2 dana. Bag'asi ichasan? 145. Radnoy mu bu? Radnoy. Belanda az yana ne var ekan bu? Petno. Petno mu? Bakamık çaydı. Bele. Kara sivette. Balonlar taza. Bir parçaya biter mi bu? Necha bo'lsa bereceksiz buni? Ang? Üstünde gelişler ang? Motor, ходовой taraflama расход yok mu? Telefon numara sorayım ben. 97'lik 517 60 70. Neçki variantlar var? Tolka naq bo'lar. Tolka naq pul. Nereden? Yana pul kerak. Pul gerek, şunsun naq pula satasız. 135 lira vermişsin mi bana? Görəm şu üstünde gelişimiz. Oldu. Radnoya hangi kraski? Boğaz yine bir indi bir börtülgen cayları var bu onun. Motor, ходовой taraflama расход yok. Şimdi erkim erhilaydı ama şimdi üçlük motor 6 silindirli. 20 bu? 17 18. 18'den alıngan balonlar taze. Çünkü 100% radnoy. Probekleri 78 mingni yurgan. Burunları tuning qilingan, o'zgartirilgan. Asl zavodskiy bunday bo'lmaydi. Elik cruise kontroli bo'lmaydi. Ulan qo'ygan. Necha so'mning bahasi ağa? Bahası 244'lük gelişip veremiz üstünde. 240 milyon. 230'a bitemey. Şimdi geliştiremiz. İçki variantlar var. Her türlü var, diğer variantları var. Dogoran var mı? Dogovor nəsiyə saldı, iş qılıb geliştirib veremiz. Dogovor fakat Xorazm için ha. Hava, boğan xorazmı. Telefon numara. 99'luk 688 70 70. Necha so'm bilan avtokreditga chiqadi bu? Beldindən bir 40 milyon son bilen çıkardı. 40 milyon bilan hamma xarajati içinde 3 yil, 5 yil, 3 yıla çıkardı. 3 yil oylik to'lami ichki bo'ladi. Şimdi onu bankdan toş insanı bilip aytamiz. Ha, bo'ldi. 40 milyon bilan ikkitasida. Fakat Xorazm ichina bo'ladi. Sababi banklar boshqa viloyatlarga kredit chiqarmaydi. Biz ku beraveramiz. Endi dogovorga keladigan bo'lsak, ya'ni nasiya savdo faqat Xorazmga. Sebab mashina uzoqqa berib yuborib bo'lmaydi. Dogovor etib olaman desangizlar, aldandan shu 30 mi, 40% mi, 50% to'laysizlar kamida. Shunda beriladi. Ходовой motor taraflama rasxoti yo'q. Yok, 100% radnoyu içerisinde pürüşte yeri yok. Benzinde ekan, Hava. Hiç narsa koyulmadı. benzinde. 2018 yılda ishlab chiqarilgan. Balonlari paka bo'ladi. Bir oy desangizlar. Necha yurgan bu? 83 ming. 83 ming yurgan. Radnoy. 100% radno. Bahasi necha so'm? 250 gelişip veremiz size. 250 milyon. Metanı bağlı. 230'a biter mi? Çıtır. Üstünde sanayım ben de yerler. Yok. 235'e biter. 235'e biter. Necha so'mga bermagansiz yine? 230'a vermeyeceğim mi? Bermedingiz, ha? Telefon numarayı ayting. 94 313 0101. 94'lik 313 0101. 0101. Nerede maşina bu? Xivani maşina. Radnoya hang. Shumkalar bor ekan. Necha vaqt bor tonirovka?
10 oy. Otlarınızı o'tirgan vaqtdan tonirovkani narsa ruxsatnomasi duradi. Sababi mashinaga to'langan. Ko'pchilik durmaydi deydi, yo'q duradi. Mashinaning o'zini to'langan hisoblanadi. Mashina oddiy o'tganda bir kuzov nomeri ya bir motor nomeri, ya'ni VIN kod nomeri o'zgarmaydi. Metan qo'yibsang, nechalik metanmi? 400'ü bor. 400 bor, ha? Полный заправки. Necha kilometr yuradi? Danne 300'den ötedi. Şehir Dan- içinde 250 idi. Danne 300 o'tadi, shaharning ichida 250, ha? Pokoleniya qo'yganmi yo? Pakalina bo'ladi bular. Prosto. Yo, prosto ham qo'yilganini ko'rganman-da. Yo'q, bu pakalinada yaxshi bo'ladi. Hozir shunda Miatinalari bor. Pokoleniya metro. Ходовой motor taraflama rasxod yo'q axir. Rasxod yo'q. Kime o'rtoqlar antiradarlar kerak bo'lsa, bilasizlar, men noldan chiqaraman. Yanıma şu pasportunuz bilan kelsangiz bo'ldi. Bir plastik kartanız bo'lib, oldingizda oborot bo'lsa, ya bir fermer bo'lsangiz, ya bir boshqa bir narsalarni aylantirgan bo'lsangiz do'konlaringizni, bir pasportunuz bilan kelsangiz bo'ldi. Misol uchun Neonline 8800 men olaman desangiz, oyna 12 yoki 320 ming so'mdan, 300 ming so'mdan chiqib turibdi o'rtoqlar. Telegram kanalimizga o'tinglar, oynacha so'mdan tushgan qaysi klientlarimizga topshirganman, tashlab qo'yaman o'rtoqlar. Ekranda telefon nomer, musofir yurtlarda yurgan bo'lsangiz ham uyingizgacha besplatniy dostavka bor. Qancha bu? 2014-yil Captiva 3 nechani yurgan? 151 mingni yurgan. Kraska? Shu Krel'dami? Shu Krel'da petma bor ekan. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. Shu orqali biz o'samiz, rivojlanamiz. Salon holatlari Captiva'lar kamaygan bozorda. Necha so'mning puli? 165 million so'm. Balonlari toza. Dörttane qo'yilgan ekan. 3lik motor bo'ladi. Mehlar radnoy deb turibdi endi. Полный заправка necha kilometr yuradi mashinamiz? Bumi? Ha, Sinak ko'rmayapman. sinak ko'rmaysiz, 3lik motor. Hammasini ustida shu emblema bo'ladimi yo? Bo'laveradi. Hozir e'tibor etibman. Shu narsaga. Shu vajga hozir e'tibor etibman. Shu vajga e'tibor etmabman lekin. Ham qaradim. Uniki metalika svetda bo'yalgan, Captiva. 2000 necha dedim, 14 dedim. Qara. 165 million so'm dedingiz. Bu bozor necha so'm etib berasiz? Kisaga tak joyini ayting. O'zimni filmdan chiqqan Ha. qaytib beraman. 20 million qaytib berasiz, ayting. Bo'lmaydi. Necha? 40 31 bir pashsha berasizmi? 60'a beraman. Ha. 160 million. Undan kami yo'q. Yo'q. Telefon nomer? 95 656 1015. Necha variantlar bor endi? Shu bankasdan beramiz. Bank dogovor bormi? Bir 50% ni bersan ham bir Durib beramiz, bir 10-15 kun. 10-15 kun. Bir oy turolmaysizmi? Gaplashamiz. Bo'ldi bu. Faqat Xorazmga bo'ladi, yili shu 4 gul Beruniy taraflar bo'lsa, Qoraqalpoqlar ham bor. Chiqaverasizlar. Yangilikli mashina. Nima? 18-17? 13. 13-yil. Metana bor. Shunda avval Captiva 2 bo'lganmi bu? Yo'q, 3 oladi bu. Captiva 3. 3dan 4 yasalgan. Ha, 4 yasalgan. Morda o'zgaradi ko'rib, pora bufer o'zgaradi ko'rib bog'ani. Metana bor, 130 ming yurgan, klassiyasi toza. Boshqa yana 4 polon toza. Puli Poloni 175 aytamiz, kelishtirib beramiz. 175 million so'm. Topib qo'shirib klip etsalar, kelishtirib beramiz. Nomer 93 280 0915. 0915 ha? 0905. 0905. Shumka tonirovka ruxsatnoma bor?
Neçəli vaxt bu? 8 ay. 8 ayı bu. Onlardan öldürəkçi bot kimi. Yaxşısından çexolla. Avtomat 3'lük motor boladı. Neçə yürgən dedik bunu? 100. 130 min. İçki oynantıla bak size. Sıkalı bile bu gelişe öğrenmiş. Trifesseler. Dagoran başında. Dagoran bak. Şu dagor şu 50% söyleysilerden ne? Kanı bölüp veresiler bir yıla. Ya bir yarım yıl yapışısılar. Motor kadavayı taraflama rahatsızlığı yok. Hay? Çok kemmi. Yok. Arka kim ne? Kaptıyor. Ben de. Bu kaçıncı yıl bu? 11. yıl. 11. yıl. Kaptıyor 2. Yürgeni? Hava kras sesi Radnoy. Hı. 4 falan taza. Bunun çikolları bu. Bunun pulunu 140 aytamız geliştirip veremiz. Geliştirip veririz. Bir paçkaya biter mi ağa? Evet, bir paşaya bitmiyor 100%. Ona bitmeydi. 35 et veremiz, 35. Takalık kanca. Balonları paket erse balonlar kötü. Paket koyulan doğru şöyle yakıp koyduk. Koyulup şöyle geldi. Maşin şöyle duradı. Görmek ki gelemem deseyizler. İstiyor. Metallar koyulan. 12. yıl. 11. yılda değil mi ama? 2'den 65'lik. 11. yıl sen yürgen dedik. 11. yıl sen yürgen dedik. 150. 150. Vallahi. Şu bilan menimcha Captiva'larni tugatamiz. Boshda ham men tushirib bo'ldim. Endi bu yoqdagilar avval ko'rsatganman sizlarga. Bu hozir ko'rsatganlarim endi toza bo'lib turibdi bu bozorda. Nechik bo'ldi fikrlaringiz? Albatta kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Asosan like bosishni unutmanglar hurmatli obunachilar. Like kam bo'lib turibdi. 200, 300, 400 like bo'lib turibdi. Bu endi yarashmaydi. 1000, 2000 bo'lsin. Kimlar oxirigacha bu videoni ko'rgan bo'lsa, qayerdan turib ko'rdingiz, albatta yozib qoldiringlar. Shu orqali men sizlarni videoni boshidan oxirigacha ko'rdi deb hisoblayman. Nereden durup gördünüz? Albatta kommentariya yozib qoldirishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.